AQSh Venesuela qarama-qarshiligi kulminatsion nuqtaga yetdi. Amerika Nikolas Maduroni hokimiyatdan ag'darganini da'vo qilmoqda. Yanvarga o'tar kechasi Venesuela poytaxti Karakas shahrida bir nechta portlash ovozlari eshitildi. Portlashlar jumladan shahar shimolidagi La Guaira porti va shahar janubidagi harbiy bazada kuzatilgan. Harbiy qismda elektr ta'minoti ham uzilib qolgan. Prezident qarorgohi atrofida zirhli mashinalar harakatlana boshlagan. Ayrim manbalar Venesuela mudofaa vaziri Padrino Lopez o'ldirilgani haqida yozdi, lekin keyinchalik bu rad etildi. Shuningdek, qo'shinlar poytaxtdan chekina boshlangani haqida ham tekshirish hozircha imkonsiz bo'lgan mish-mishlar tarqaldi. AQSh federal aviatsiya ma'muriyati esa Amerika samolyotlarining Venesuela havo hududidan uchishini taqiqladi. Bu talatob boshlanganidan bir necha soat o'tib, Venesuela hukumati AQShni harbiy tajovuzda ayblab bayonot berdi. Rasmiy xabarda prezident Maduro umummilliy favqulodda holat e'lon qilgani aytilgan edi. Lekin tez orada Maduro yo'qolib qolgani haqida xabarlar tarqala boshladi. Ko'p o'tmay AQSh prezidenti Donald Trump katta sahnaga chiqib, Nikolas Maduro hokimiyatdan ag'darilganini tasdiqladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Venesuelaga qarshi yirik hujumni muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Prezident Nikolas Maduro xotini bilan birga asir olinib, mamlakatdan olib chiqib ketildi, deya yozdi Trump o'zining ijtimoiy tarmog'ida. AQSh prezidenti 3-yanvar kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da katta matbuot anjumani o'tkazishini ma'lum qildi. Qayd etish kerakki, Maduro AQShning qo'lida ekani haqida hozircha faqat Trump gapiryapti. Bu ma'lumot mustaqil manbalar yoki dalillar orqali ayni vaqtda tasdiqlanmadi. Eslatib o'tamiz, Qo'shma Shtatlar harbiylari giyohvand moddalarini tashiyapti degan vaj bilan sentyabr oyidan beri Karib dengizi va Tinch okeanining sharqiy qismida Venesuelaga aloqador deb ko'rilgan kemalarga hujum qilib kelayotgan edi. Trump ma'muriyati e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, bunday hujumlar soni 35 tani, halok bo'lganlar esa 115 nafarni tashkil etadi. Qator davlatlar hujumlarni sudsiz qotillik sifatida qoralagan. Maduro hukumati esa har doim giyohvand moddalar savdosiga aloqasi yo'qligini aytib keladi. AQSh Venesuela ziddiyatining mohiyatini bir necha hafta oldin siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Kun.uz'dagi kolonkasida batafsil sharhlab bergan edi. Biz ushbu video ostida ana shu siyosiy tahlil havolasini qoldiramiz.